biz to'plamni katta harf bilan ifodalaymiz. Masalan, A to'plam. A to'plam elementlar ichidagilarni nima deb ataymiz? Buni elementlar deymiz. Elementlari. A'ni esa nima deymiz? To'plamlar. Endi to'plamni egasi degan. Kelishdiga. Endi to'plamni o'rganishdan oldin qism to'plam degan so'z bor. Qism to'plam. Qism to'plamlari soni degan so'z kelayotgan bo'lsa, Shabona nimaga teng? Qism to'plamlari soni. Eslab qolasiz, 2 ni n-chi darajasi. Ya'ni elementlar soni hozir bu yerda 4 tani, qism to'plamlari sonini toping desa, 2 ning nechinchi darajasi bor ekansiz? 4-inchisi. 2 ning 4-inchisi nimaga teng? 16 ga teng. Demak, 16 ta to'plam bor ekan. Buni to'plam nima nazarda tutyapman? Tengsizlikda ishlagansizlar, 3 dan 8 gacha bo'lgan sonlarning ichida natural sonlar nechta? 3 dan 8 gacha. 3, 4, 5, 6, 7, 8 deyapmiz. Ya'ni alohida aytyapmiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 alohida oldikmi? Bular har bittasini umumiy butun sonlar to'plami deyotgan bo'lsak, alohida ajratib o'tdik-ku. Xuddi buni ham A to'plam, B to'plam, C to'plam, D to'plam deymiz. Endi ikki juftdan olayotgan to'plamlar qanaqa bo'ladi desa, masalan, AB, AC, AD, BC, BD, CD qo'shilaveradi-da. Endi har bittasini qo'shsak nechta bo'ladi? 16. Buning ichida bo'sh to'plami ham bor, o'z to'plami ham bor. Barchasi nazarda. Endi qism to'plamlar sonidan keyingisi, masalan, xos qism to'plam degan so'z bor. Xos qism to'plam. Xosmas qism to'plam. Xosmas qism to'plamda ikkita bor. Xosmas qism to'plamda ikkita bor ekan. To'plam. Xos qism to'plamda esa 2 ning n-chi darajasi minus 2 dan iborat bo'ladi. Ya'ni xosmas qism to'plamni aytishimiz. Nimani aytishayapman ekan? Xosmas qism to'plamni aytishayapman. Endi bu narsani tushunarli tushunmadik degan so'z ma'nosi xosmas qism to'plam degan, masalan, mana shu A to'plam deyapmiz. A to'plamni olamiz. Bo'sh to'plam, A to'plam, B to'plam, ya'ni elementlar qism to'plamlari soni yozib chiqyapman. C to'plam, va hokazo, A B to'plam, va hokazo, oxirgisi A, B, C, D. Bizda xosmas qism to'plam desa, mana buni nazarda tutyapti. Xosmas qism to'plamlar soni nechta ekan desa, o'zi deymiz va bo'sh to'plamni hisobga olamiz. Shuning uchun ikkita deymiz. Endi xos qism to'plam nimaga teng desa, 2 ning n-siku nechta chiqdi? 16 tami? 16 tadan nechtani ayib tashlaysizlar? 2 tani ayib tashlasalar, mana ikkalasi qolganlari hisoblanib ketaveradi. Kelishdimi? Yana bitta qoidacha bor. Bo'sh bo'lmagan qism to'plamlar soni. Bo'sh bo'lmagan qism to'plamlari soni. Buni nimada tushunishimiz kerak? Ya'ni 2 ni n-sidan nimani ayiraman? 1 ni ayiraman. Bo'sh bo'lmagan degan nima degan? Bo'sh to'plamda qatnashmaganini nazarda tuting. Hozir biz bo'sh to'plamni olib tashlashdan nechta qism to'plami bor? 15 ta. Kelishdimi? Demak, bo'sh bo'lmagan qism to'plamlari soni qanday topilar ekan? 2 ning n-chi darajasi -1. Endi bu yerda nima hisoblanyapti? Elementlar soni. Ikkisi kesishmaydigan qism to'plamlari soni degan so'z bor. Ikkisi kesishmaydigan qism to'plamlari soni. Buni nima qilamiz desa, 2 ni n minus 1 qilamiz. Ikkisi kesishmaydigan qism to'plamlari soni. Kelishdiga. Endi bu 2021-yilgacha mana shu savollar rosa ko'payadi. Ya'ni 16 dan go'ga 2021-yilgacha rosa ko'p aylanadi.
hozir milliy sertifikatdan DTM test markazi da quyidagi ketma-ketlik rosa ko'payadi. Ya'ni mana bu belgini ko'rasizlar. Bu belgini ko'rasizlar. Mana bu belgilarni ko'ramiz. Mana bu ko'rinishdagi belgilarni ko'ramiz. Mana bu belgilarni ko'ramiz. Bu belgilarning o'zining nomi bor. Ikki xil ko'rinishda tushuntiriladi. Ya'ni bu ko'rinishda to'plam yozib elementlarni yozib ketadi. Ikkinchisi Venn diagrammasi yordamida. Venn diagrammasi haqida eshitganlar menimcha bor, yo'q emas. Keting. Bitta narsani hisobga olasizlar, men ko'pincha aylana bilan yoki to'rtburchaklar bilan ishlab ketaman. A to'plam elementlari bor, yozib ketaman. Masalan, 1, 2, 3. Kichikroq yozaman. B to'plam elementlari 8, 7, 11. Savol. A to'plamda qanaqa sonlar kelyapti? 1 ga 3 kelyapti. B to'plamdachi 8, 7, 11. Bu yerda umumiysi bormi? Yo'q. Umumiysi bormi? Umumiy degan narsani hozir tushuntirib beraman. Umumiysi degani mana bu belgi bilan ifodalanadi. Kesishma degani. Kesishma. Hozir biz o'rganayotgan narsa bu birlashma. Ya'ni A to'plamning elementlari bilan B to'plamning elementlarini qo'shamiz. Bu belgi bilan keladi. Umumiy nechta desa 1, 2, 3, 8, 7, 11. Elementlar soni nechta bo'ldi? 6. Demak, A1 birlashma keng. Bunday yozib ketsak ham bo'ladi. 6 ta. Mana belgi 6 ta degan narsani ham bildirib qo'yadi. Yoki o'chirib qo'yiladi. Nechta desa 6 ta deb yozib qo'ysalar bo'ladi. Kelishdikmi? Endi diqqat qilinglar. Buni belgining nomi nima ekan? Mana shu. Yo'q, birlashma deyiladi. Tushunarlimi? Birlashma. Ma'nosi birlashma degan narsani bildiradi. Endi diqqat. Xuddi shuni olyapman. A, 1, 2, 3 ni oldimda. B ni olyapman. 2, 3, 4, 5. Nechta element bu yerda? 3 ta. Nechta element? Endi umumiy birlashtirsak nechta element bo'ladi? 7 ta deydi ko'pchilik. Mana shu yerda 7 ta deb ketamiz. Aslida biz xato qildik. Nima sababdan desa, demak, birinchi qadamni tugatdik, ikkinchi qadamda nimani tushuntiryapman? Kesishma. Kesishma mana bu belgi bilan ifodalanadi. Ya'ni ikkita doira bo'lyapti, A, B. Birinchi qilayotgan ishimiz mana bu ikkalasida borini olishimiz kerak. Ikkalasida borini olishimiz kerak. Savol, ikkalasida bori qaysilar? 2 bilan 3. Ikkalasida bor. Borlarni o'rtaga yozib qo'yaman mana. 2 bilan 3 ni yozib qo'y. Chap tarafda nima bor? 1 bor. O'ng tarafda qolgan qismi 4, 5. Endi belgiga ko'ra A bilan B ning kesishmasi qanaqa sonlar? 2 bilan 3 bo'lsa, endi A bilan B ni birlashmasichi? 1, 2, 3, 4, 5. Nechta chiqdi? 5 ta elementga iborat bo'ladi. Lekin boya nechta dedik? 7 ta dedik. 7 ta emasmikan? Ha. Keyingisi. Buni ma'nosi nima ekan? Kesishma. Keyingisi ayirma deyiladi. Ayirmani ma'nosini diqqat qilib eshitinglar. Xuddi shu misol, ya'ni misoldan yozib ketaman. 1, 2, 3 va B to'plam elementlari 2, 3, 4, 5. Mana bu belgini nima deb ketdik biz? Ayirma. A'dan A'ni elementlarini B'dan olib tashladik. Yoki teskari, B'dan A'ni elementlarini olib tashladik ekan. Qanday qilib olib tashladi desa, diqqat qiling. Oldim. Mana bo'yayman. Mana bu bo'yaganim kesishma ma'nosini bildiradi. Buni bo'yasamchi? Ayirma. Ya'ni A ni elementidan B ni olib tasha degani. Shunda
A, B nechiga teng? 1 bo'ladi. Demak, nechta elementi bor ekan? Ana elementini B'dan olib tashlasak. Xuddi shunday 1-2dan olib tashlakchi. Nechi bilan nechi? 4 bilan 5. Kelishdikmi? Bu ma'nosi nima ekan? D. Demak, simmetriyasi deyiladi. Simmetriya degani nima degani? Xuddi shu aylana. Ma'noning ma'nosi nima edi? Aylanma. Buni ma'nosi nima edi? Aylanma. O'sha yerda biz nima qilamiz? A, B ga simmetriyasi degani, A, B ning simmetriyasi degani, A to'plamdan B to'plamni ayirib, B to'plamdan A to'plamni ayirgan, mana shu bir-biriga simmetriyasi deb ketadi. Kelishdikmi? Va oxirisi to'ldiruvchi deyiladi. Senda bu endi universal to'plamga ko'proq mana qilib yozay, A, B, C, D, E. Ne qilamiz? A to'plam, B to'plam, mana yerda qandaydir elementlar bordir. K, E va hokazo. Mana shu narsani barchasini umumlashtirgan nomi universal to'plam deyiladi. Universal to'plam. Berilishi mumkin, mana. Tepasida apostrof nima deydi? Shtrix deydimi? Shtrix qo'yilsa, mana shuni ma'nosi nima desa, to'ldiruvchisi deyiladi. Bu yig'indining to'ldiruvchisi qaysilari bo'ladi? Tushunarli bo'ldimi? O'rganamiz mana shularda hozir. Mana shulardan misollarni ishlaymiz. Hozir ko'rinishga tushundim, tushunmadim degan savol paydo bo'ldi. A to'plam deyapti. X 2x minus 1 kichik yoki teng 9 deyapti-da. X tegishli natural sonlar ketma-ketligi. Qism to'plamlari sonini toping. Mana shu eng mashhur savollardan kelgan bu yerda. Ya'ni sen oldin ishlagansizlar, faqat nomi tengsizlikdan kelgan. Bunga ozgina qo'shimcha kiritiladigan narsa qism to'plamlari degan so'z kelgan. Biz nima qilamiz? Mana bu tengsizlikda 2x minus 1 kichik yoki teng 9, 2x kichik yoki teng 10, x kichik yoki teng 5. Bu yerda nimaga e'tibor berishim kerak? Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Nimaga e'tibor berishim kerak? Hozir minus cheksizlikdan 5 gacha-ku bu. Cheksiz sonlar bor, butun sonlar. Mana unga e'tibor berishim kerak. Deb yozib qo'yilgan. Qaysi birini olish haqida ma'lumot berilgan. 5 ta naturali bor. 4, 5. Shundaymi? Demak, qism to'plamlari soni qanday edi? 32 ta deb ketaveramiz. Qism to'plamlari sonini 32 ta deb ketaveramiz. Yoki 38 to'plam berilyapti. N tegishli Z deyapti. Shundaymi? Z to'plamga to'ldiruvchi to'plamni toping dedi. Z to'plamga to'ldiruvchi toping dedi. To'plam toping. Nima deb o'ylaysizlar? To'ldiruvchi nima degani? Birinchidan to'plamimiz aniq. N kichik yoki teng 2. Bu degani minus cheksizlikdan 2 gacha 2 kiradimi? Ha. Butun sonlar mana. Butun sonlarni olayotganimizda masalan 2 1 necha bo'ladi? -0, -1, -2 va hokazoda. Bunga to'plamini. Buni to'ldiruvchisi qaysi biri hisoblanadi? Tushundingmi? Tushunarli bo'ldimi? Nima ekan? To'ldiruvchisi o'sha. Xuddiki mana bu yerda Z to'plamlar to'plami bo'lyapti-da, lekin faqat bizda olinish kerak bo'lgan narsamiz qaysi?
minus cheksizlikdan butun sonlar ko'rinishi nazarda tutyapmanda. 2 gacha bo'lganlarni terib chiqamiz. Va hokazo. Endi qolgan qismi qayerda qolib ketadi? U z to'liq hisoblasak minus cheksizlikdan pul chekdi, ya'ni natural sonlar va ularga qarama-qarshi sonlar hamda 0 deganmiz. Qolgani z ga kirmaydimi degan savol deyapti. Gap aniq kelishmasi deyapti. Biz oxiri yig'indisi deyapman. Oxiri 1 bo'ladi. Demak, ehtimollik doimo nima qilamiz ekan? Formulasidan foydalanamiz. P deymiz. Biron bir a hodisani m taqsim n ko'rinishdagi ifodasi hodisani ro'y berish ehtimolligi m taqsim n bilan ifodalanadi. N bu yerda nima? Barcha hodisalar soni. Barcha hodisalar soni. M-chi shu hodisalar sonidan bizda ro'y berishi kerak bo'lgan narsa so'ralyapti-ku, nima? A chiqish ehtimolligi degan so'zni beryapmiz yoki B chiqish ehtimolligi degan so'zni beryapmiz. Shu yerda umumiy bitta so'z kelib chiqish kerak. Qaysi so'zni ishlatsak bo'ladi? Sizlar tushunadigan tilda bo'lish kerak. Nima? Yo'q, 15 emas. Men hozir holatda aytayapman. Nima deymiz? So'z tushishlari kerak. Meni so'zim bor, o'zlarining so'zlaring bo'lishi kerak. Hodisani ro'y berish ehtimolligi bo'ladi. Tanlangan, kechirasizlar, tanlangan hodisa soni. Tanlangan hodisalar soni. Bu nima degani? Masalan, shart nima dedim? 5 ta element bor. 5 ta elementmi? 5 ta hodisa degani-da. Ya'ni barcha hodisalar soni deyapmiz-da. A chiqishi mumkin, B chiqishi mumkin, C. Umumiysi nechta bo'ladi? 5 ta bo'lyaptimi? O'shandan A ni chiqishi ehtimolligi qanaqa desa nima deymiz ekan? A o'zi ichida nechta edi? Bittami? A ichida nechta? Bitta. 1 taqsim necha deymiz ekan? 5 deymiz. A B chiqishi ehtimolichi? 1 taqsim 5. Va hokazo. Oxirida nima qolyapti? Y chiqishi ehtimoli. Endi hodisalar yig'indisi nimaga teng bo'lar ekan? 1 taqsim 5 qo'shilgan va hokazo 1 taqsim 5. Bunaqadan 5 ta. Necha chiqar ekan? Birdan oshiq bo'lmaydi. Hozir kimdir 10 taqsim 5 dedi, mumkin emas. Kelishdikmi? Yoki masalan, zarik bor. Zarik. Zarik nimaligini bilamiz? Bilamiz buni. Qo'shish bor-ku. Nechidan nechigacha? 2 chiqishi ehtimolligi qanaqa? 1 taqsim 6 bo'ladi. Nimaga? Ko'pchilik shu yerda adashadi, hozir 2 taqsim 6 bo'ladi. Noto'g'ri 2 taqsim 6. 2 ichida bittada. Shuni hisobiga biz nima deymiz buni? Endi karta bor. Durrak o'ynaymiz. Nechta bo'ladi? Karta. 36 bo'ladimi? O'sha yerda tuz tushish ehtimolligi qanaqa? 4 taqsim 36 deymiz. Nimaga? Tuzda aytmayapmiz-ku, aynan yurakcha tuz, aynan g'isht tuz, aynan qarg'a tuz yoki chilik tuz deb aytmaymiz. Umumiy tuz chiqish ehtimolligi degani biz 4 taqsim 36 deymiz. Endi hayotga bog'layotgan bo'lsak, ehtimollar nazariyasi, lotereya ehtimol nazariyasi, poli chudes degan narsa bor, bu ham ehtimol nazariyasidan kelib chiqadi. Ruletka degan so'z bor. Toshchani otadi, aylantiradi, son tushish, bu ham ehtimol nazariyasidan kelib chiqadi. Baraban aylantirish, omad shu, bular hammasi ehtimoldan kelib chiqadi. Kelishdiga. Bu ehtimollar, masalan, o'yini bor. Ehtimolligi qanaqa? Jami, nimani topa olamiz? Barcha hodisalar sonini topa olamiz. Xato. 40 ta xato. 10 darajasi, nimaga 10 darajasi? 10 4-darajasi bor. Chunki 10 ta raqam bor, 10 ta raqam bor, 10 ta raqam bor, 10 ta raqam bor. Biz nima deymiz ekan? 10 ning 4-si deymiz. Endi
Bu yerda ochilishi faqat bitta imkoniyatimiz bor. Bittada ochiladi degani. Masalan, bilgan odam raqam beradi, avtomatik ochilib ketadi. Demak, ochish ehtimolligi qanaqa desa, 10.4-darajada 1 deb olamiz. Ya'ni hisob kitob qilayotgan bo'lsak, 0.0001. Yadashdimi yozayotganinglar? Foizni chiqarib olasizlar, umumiy kelib chiqadi shunda. Uni qachon aniqlikda bo'ladi? Aniqlikda. Qachonki sen savolni aniqlashtirishni boshlaysan, berilgan sonlar juft sonlarmi? Berilgan sonlar toq sonlarmi? Berilgan sonlar 5 dan yuqorimi? Berilgan sonlar 5 dan pastmi? Mana shu ko'rinishda biz nima qilamiz bularni? 5 dan kam bo'layotgan bo'lsa, demak biz 0 dan 5 gacha ishlatamiz. 5 ning nechinchisi bo'lib qoladi? 4-inchisi bo'lib qoladi. Ya'ni buni ehtimolidan nima qilyapti? Kuchayapti. Ya'ni yaqinlashyapmiz degan. Kelishdikmi? Kelishdikmi? Demak, ehtimollar nazariyat qanday misolda tushuntirganim yaxshiroq. Yana bitta formulachasini yozib qo'ying. SLM nimani eslatyapti bu? 1 taqsim P N minus m'nisi 1 taqsim Q m'nisi. Mana bu formulada biz ishlatgan formulamiz. Oldin ishlatgan formulamiz. Lekin qachon ehtimollar nazariyasi uchun nima uchun kerak desa, bu formula tajriba asosiga bog'liq hodisalar soni. Endi ko'pchilik mana shu yerda oqsiydi. Tajriba bor, tajriba